Shu o't yo'limda toshim bor, jigarimda yog' borligi uchun. O'ziga tushganda toshim 707 mm edi. Hozirga tushganim 6 mm bo'lyapti. Hazilakam dori ichmadim. Assalomu alaykum xolajon, yaxshimisiz? Yaxshi kelib oldingizmi? Yaxshi. Menga nimada murojaat qilgan edingiz? Qachon kelgan edingiz? Nima kasalliklar bo'yicha kelgan edingiz? Shular haqida chiroyli bir aytib bersangiz. Bundan 2 oy oldin shu o't yo'limda toshim bor, jigarimda yog' borligi uchun siz bilan gaplashib, ganda menga keyin shu to'g'di potakasini berdingiz. Shuni 2 oy ichdim. Hozir o'ziga tushdim, o'zgarish yaxshi, jigarlarim yaxshi. O'zingiz kayfiyatlar, o'ziga o'zgarishlarga qanaqa baho berasiz o'zingiz? Yo'q, yaxshiman, juda ham yaxshiman. Toshingiz necha millimetr qolibdi? O'sha 2 oy oldin o'ziga tushganda toshim 707 mm edi. Hozirga tushganim 6 mm bo'lyapti. Iloyim, o'sha pasayishni boshladi. Jigarimda yog' qolmagan. Alhamdulillah. Yaxshi hozir. Do'stlar, agar sizlarda ham o't qopi bo'yicha qanaqangi bir shifo topish muammolari bo'lsa, shifo topmoqchi bo'lsangiz, bemalol murojaat qilishlaringiz mumkin. Mana xolisona fikrlarni bildirishyapti o'rtoqlar. Mana o'sha doim maqtagani bu reklama emas, o'rtoq, intervyu emas, oddiygina mana xolisona baholari. Xolamiz mana rezultat olganlar kelyaptilar. Mana shu gaplashgan jarayonimizni o'zlarini ruxsatlarini hisobga olib o'rtoqlar mana xolisona fikrlarni bildiryaptilar o'rtoqlar. Alloh taolo hammaga shifo bersin. Xolajon, odamlarga qanday tavsiyalar berasiz o'zingiz? Mana o'zingizdagi holatlaringiz, nima uchun ichdingiz va nima uchun shifo topganingiz, Alloh taolo sizga nima uchun shifo berganligi to'g'risida ozgina o'zingizga tushunchalaringizni bering, iltimos. Shu boladan kelib shu nimani giyohlar to'plamini olib ichdim, yaxshiman. Sizlar ham kelib ichinglar, dardlaringizga shifo topasizlar. Odamlar nimaga ahamiyat berish kerak ekan? Iloji boricha o'sha ichayotgan narsasini rejimi bilan, vaqti soatiga qo'yib turib, ixlos bilan ichsin. Ana shunda o'zgarish katta bo'ladi. Ixlosingizni yuqori qo'ygansiz. Ixlos nihoyatda. Bundan oldin men 4 yil, 5 yil shu o'tim bilan davolanaman. Hazilakam dori ichmadim. Hazilakam pulim ketmadi. 2 oylik doza bilan men ancha yaxshi. Demak, hozir 80% ixlossiz ibodatingiz shifoga sababchi bo'lgan, 20% mana shuna sababchi bo'lgan desa to'g'ri bo'ladi. Aslida shunaqa xolajon. Xudoga shukr. Yaxshiman.